Aka, dayilni zal qurmoqchiman. Shunga jihozlar kerak. Aka, adresda adashmadingiz, to'g'ri keldingiz. Birinchi kerakli jihozlardan bittasi sizga mini-sovoy vakuumli nasos kerak bo'ladi. Aka, siz nechta sigir sog'ishga mo'ljallangan zal qurmoqchisiz? Hozircha 30 ta. Keyinchalik yana ko'paytirmoqchiman. Sizni tushundim. Bizda 1500 litrga mo'ljallangan, 2400 litrga, 3200 litrga mo'ljallangan vakuumli nasoslarimiz bor. Sizga 2400 litrga mo'ljallangan xolisiz elektrodvigatel, xolisiz bez elektrodvigatelini tavsiya qilaman. Xo'p, aka, bularni garantiyasi bormi? Zalni o'zingizlar ham qurib beraverasizlarmi? Albatta garantiyasi bor. 1 yil garantiya qilib beramiz. Turkiyada ishlab chiqarilgan suv sovish zallarini o'zimiz qurib berib, hammasini full noldan qurish jarayonigacha hammasini o'zimiz qilib beramiz. Jihozlar hamma narsasi deyarli bor. Turkiyada ishlangan, garantiyali qilib beramiz. Keyin yana nimalar kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilaverasiz. Nalichida hammasi o'zimizda bor.